Green Card yutgandan keyin o'sha $260 uni firma bilan qilinglar, aniq firmaga borib qilinglar, firmadagilar aytadi sizlarga to'sh nima dokument ko'p dokumentlar kerak bo'ladi. Otangizni, onangizni pasporti, metrkaligi, o'zingizni pasport, metrkalaringiz, farzandlarniki, hop, yana esimda qolgani nima? Sudlanmaganlik to'g'risidagi qog'ozlar, o'zingizniki, ayolingizni familiyasi o'zgargan bo'lsa, nimaga o'zgarganligi, oldingi familiyasi nima bo'lganligi to'g'risida yagona darchadan zaproslar, xullas ko'p dokumentlar kerak bo'ladi. Uni anaqa aytadi sizlarga. Yig'ish muammo emas. Firma bilan gaplashsanglar, firma aytadi to'liq qanaqa dokumentlar yig'ish kerakligini. Xo'p, yig'gandan keyin nima bo'ladi? $260 jo'natiladi. Keyin suhbat kuni belgilanishini kutiladi. Suhbat kuni belgilanadi. Suhbat kuni belgilangandan keyin medosmotrga o'tishga o'chirib turiladi. Medosmotr chaqiradi. Medosmotrdan o'tasizlar. Medosmotrdan o'tganingizdan keyin, hop, keyin anaqaga yuboradi, vaksinatsiyaga. Amerikan o'zining talabi bor, o'zining vaksinalarini olasizlar. Vaksinalarni olib bo'lgandan keyin uje anaqaga tayinlanasizlar elchixonaga. Shu savollar beradi. Savollar juda oson. O'sha DS260 to'ldiriladigan har bitta narsalar bo'yicha savol beradi. Nechinchi yil maktabni bitirgansan, nechinchi yil kollejni bitirgansan, nima sohalarda o'qigansan, shu soha bo'yicha ishga kirdingmi, qaysi davlatga chiqqansan, turmush qurgan bo'lsanglar, birinchi turmushingmi, farzandlaring boshqa yo'qmi, o'sha kirgizilgan farzandlardan boshqa farzandlar yo'qmi? Mana shunaqa oddiy savollar beradi. O'sha oddiy savollar o'zida o'sha shabloni bor-ku ularni. Psixologически biladi. Siz yolg'on gapiryapsizmi, rost gapiryapsizmi? Yaqqa kirgandan keyin juda samimiy bo'lish kerak. Anaqani yo'qotish kerak, negativ va agressiyani o'sha yaxshi kulib muloyim bo'lib elchi bilan suhbat qilish kerak. Misol uchun elchixonaga kirganda farzandinglar kirsa, farzandinglarga yaxshi gapiringlar. To'polon qilib urishsa ham indamanglar. U yerda hamma yoqda kamera, proslушка, o'sha biz eshitdik, o'zimizda bo'lmadi. Bizdan oldingi kun kirgan suhbatdagilarda bo'pti shunaqa voqea. Elchi bilan suhbat qilishyapti. Bolasi to'polon qilgan, elchi bilan oldida, "Hey, to'polon qilma" deb, jahl bilan urush bergan ekan. Dirs atkas. Bo'ldi. Keyin hop, bitta narsa, Green Card yutganinglardan keyin baliq bo'lib olinglar. Hech kimga aytmanglar. Umuman to hamma narsa o'xshab, vizalarni olib, biletlarni olib, Amerikaga uchib ketishga yaqin qolganda aytsanglar bo'ladi. Ungacha ham baliq bo'lib olishinglar maslahat beraman. Chunki ertaga viza va Green Cardni yutib turib ololmasanglar viza, hamma keyin gapiradi, depressiyani dahshatiga